Instagramda odamlarda boshqarish, ya'ni manipulyatsiya qilish shunaqa darajada oliy toifaga kelibdi. Men bu darajada deb o'ylamagan edim. Bori hayotiylarda любой aspekt, men faqat sevgi, muhabbatni buzyaptimi desam, hali boylik, kambag'alliklar ko'rsatib, hali odamlarda o'ziga ishonchini kamaytiryaptimi desam, shu mashinnik, infotsigan, havo sotadigan vazduxonlar ham ko'payib ketibdi. Kecha og'aynim kulib yozyapti. "Va, nima bo'ldi?" desam, "Короче, ozimoqchi u bola. Ves tashashkari Instagramda bitta shunaqa info-tsiganga yozibdi, o'zbek o'sha dietolog deydimi, nutritsiolog deydimi, xuyolog deydimi, bilmayman, yozibdi. Ular javob beribdi. To есть qana qilib ozishga yordam berar ekan, og'aynim ovqat yeydi, yegan ovqatini o'sha xuyplotologlarga tashlaydi, ular kontrol qilar ekan. Sen palonchiga kamroq yo yoki ko'proq yo deb kaloriyasini kontrol qilib berar ekan. Va nech pul ekan shu narsa xizmati deylar. $1,500 2 oyga, blять! $1,500, suka! Amerikada lichniy trener olsang ham oyiga $300 bo'ladi, blять! Trener olsang senga ham ovqatlanishni ratsionini qilib beradi, ham trenirovkani qilib beradi, chiroyli qilib upражнениyalar seni figurangga qarab. O'tirmaydi mana qilib tekst yozib, siz bunaqa yin, endi bunaqa bo'lasiz deb. Eng qizig'i shu narsaga ishonyapti va pulni o'tkazib turganlar bor bilan. Jon aka, opa, uka, singillar unaqa darajada jinni bo'lmanglar, hayotiylarga unaqa qilib kirgizib qo'ymanglar. Instagramda endi men bilyapman shu darajada odamlar vniknut chiqibdi shu narsaga, shu realnostyu целый mash hayotiylarda hamma yo'g'ini boshqaryapti ekan Instagram. Shuning uchun ham baxtsizlar, har taraflamasizlar boru. Tugadi. Video ko'payib ketibdi-da. Picham men